Puli yo'q. 12 millionni bir kunga yeyish mumkinmi? Muhammad ishlatibdimi? Muhammad? Plastikni pulini kim ishlatdi? 12 millionni ham bir kunga yeydilar, bacham. Amay, endi dadangni pullarini yeyishga o'tdimi? Bu yaramas, amang erga tegmadi, men qutulmadim. To'xta, men telefon qilay unga. Nigina yaramas, ko'tar telefonni. Ko'tarmaydi, yaramas, Gargamel. O'qishga ketgan, men o'qishiga boraman cho'q qidirib. Shuncha pulni ham bir kunga yeydilarmi? Nahang. Shuncha joyga meni avra qilib, telefonni ham ko'tarmaydi. Baribir topaman seni. Nigina, 150 marta telefon qilib, nimaga telefonni ko'tarmaysiz? Darsga edim yangamni. Plastikning ichiga 12 million pul bor edi. Akangiz menga beruvdi. Siz ishlatdingizmi? Ha, men ishlatdim. Nimaga baqirasiz ishlatgan bo'lsam, akam pullardan ishlatdim. Nimaga ishlatasiz? Menga beruvdilar. Sizga bergan bo'lsalar ham meni akamni men ishlataman birinchi. Ha, bir martaga 12 million ishlatmaydilar-ku. Bir insof degan narsa bormi? Kontraktimni to'ladim. Universitet kontraktini 4 ga bo'lib to'lasa ham bo'ladi-ku. Men ham bilaman 4 ga bo'lib to'lashni. Lekin kontraktni hammasini to'lasangiz 10% skidka qilib beradi. 1 million 200 ming qaytarib berdi. Endi mazza qilib kiyinaman. Ey xudo, meni qayni singil bilan sinama. Tezroq baxtini ochgin kontraktini domod to'lasin. Amin. Bu qiz meni bir kun bir narsa qilib qo'yadi, lekin didiga qo'yilma. Osiyo xalqaro universitet tanlabdi. Yomon emas.